sharmanda bo'lmaganda, chiroyli mana bunday ijodingni qil, halolligingni ol. Left. Voy, og'izga bermanglar, og'izga bermanglar. Og'izga bermanglar. Og'izga bermanglar. Siz yemisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu opa, kimsiz? O'rtada turib bezovta qildim. Bo'ldi, hozir ulandi, nimasini pulini tushiryapman. Bejavob. Rahmat opa. Shunaqa vedushilar menga ulatib beradigan bo'lsangiz, sizdan shira aylansin. Bo'ldi, hisob o'zim kashf qilib beraveraman. Haftasiga bir to'rtta. Sizni ulasa bo'lmaydi-da. Sizni profillaringiz ko'p. Bo'lmasa sizni allaqachon ulab qo'ygan bo'lar edim. Santa Fe chiqqanda. Meni mana katta profilim 1 millionlarga kuyib ketdi-ku. Men sizga alohida tushuntiraman qanday qilib ulanishdi. Ya, ulanishni bilaman. Oldin bitta ishlaganman. Yo'q, unday emas. Qanaqa qilib sizni ulasa bo'ladi? Chunki sizda profil ko'p, ular udalit 2 oydan keyin udalit bo'ladi-da. Men sizga alohida tushuntiraman qanday qilib ulasa bo'ladi. Yo'li bor. Opa, hozir yopilgan katta profilimda agentство yo'q edi. Ichida $14,000 puli bilan kuyib ketdi. Sizni ochsa bo'ladi profilingizni, faqat bittadan ortiq profillaringiz ko'p-da. O'shani hisobiga ochib bo'lmaydi. Endi sizni birinchi ulash kerak bo'ladi. Ulab turib, uni tushuntiraman. Qaranglar, TikTokda yangi chiqayotgan streamerlar, qanaqadir vedущийlar, normalniy ijod qilayotgan auditoriya, mana to'rtta WhatsAppda yechinayotganlar emas. Zvezdalar bo'lsa, mana shu agentство ishonchli agentство. Men qanchadan beri mana shu ko'raman mana shu profilda. TikTokda bugun kirib, kecha chiqib ketgan odamlar emas bular. Aldamayotgan chiroyli insonlar. Bo'ldi, bo'lmasa bizni xotinchaga tushirib berdingizmi? Ha, mana hozir so'rayapman. Faqat shaharini yozmadi-da, shaharini yozsa, men so'rayotganimda viloyat yoki shahar so'rayapti. O'shaning uchun. Olmaliq, Toshkent. Toshkent? Aha. Aniqmishmi? Taniq, Toshkent, Olmaliq. Aha, xo'p. Toshkent, Olmaliq. Hozir o'layman, efirga bo'lmasam chiqib ham qolar jonim. Xo'p. Lekin men tushuntirdim, qarang aka. Tushuntirdim. Bittadan ortiq profil bo'lishi kerak emas. Shuni agar gaplashsangiz tushuntirib qo'yasiz. Efir hech bo'lmaganda bir kunda 1 soat ochish kerak. Chunki agentство уже ko'ryapsiz-ku, katta pul bilan ishlaydi. Shartnoma bo'lishi kerak-da o'rtada. Uni men tushuntiraman. Efir ochib olsin keyin. O'zim joylashtiraman bu qizni, o'ylamayman. O'zim ushlab ketaman. Salomat bo'ling. Oyliga qancha chiqadi oyliga? Aytayotmang odamlar anaqa. Oyliga 15%, agar 28 kuni 130 soat efir qiladigan bo'lsa, minimum 150 ga oladigan bo'lsa, 25% chiqadi. Bonus 10% yana beriladi pashti. Undan tashqari endi aktiv normalniku. Bizda platforma bor, aktivda ko'tarib beradigan, endi aktiv paslarga kerak bu narsa. Shunaqa aktiv balandga ham tushadi, ya'ni aktivga tushadi. Endi aktiv normalniy bu qizda. Siz o'zingiz ko'tarib beryapsiz. Siz ko'targan hamma akkauntlar aktiv yaxshi bo'ladi. Bular tushunayotmasa men tushundim, opa. Bo'ldi, xo'p. Salomat.